Xorvatiya Xalq Respublikasi. Milliy rakamiz yoryapti, malades вообще. Zo'r sayohatlar qilyapti, ko'rib havas qilyapmiz. Biz ham shunday qiziqib. 2 kundan beri dam olish bo'lyapti. Shamol aylanishga chiqdik endi. Darsdan ko'rib hayron qoldim. Yaxshi ishlab qo'ygan ekan. Mana velosiped uchun sayohat qiladigan joy. Sayohat qilganda shu yerga ko'pchilik velosipedda keladi. Velosipedda qanaqadir muammo bo'lsa deb qo'yib qo'ygan narsalar bor. Zaynab ketgan, ishlatilmagan joyda. Necham ключ, bir narsa. Yana shu velosiped qaytaga tushadigan ключи va отвертка va bu nasos. Bu yerda shilanga yo'q ekan, lekin xullas chiroyli o'ylab qo'ygan. Sayohatga chiqqanda qanaqa muammoga duch kelsa, shu yerda bemalol velosiped tuzatib yana davom etishi mumkin. Yani bu yozuvga tushunmadik nima ekan. Bu yerda shunaqa chiroyli stollar. Bu tarafda ham bizga ham shunaqa o'ylab qo'yish kerak. Shunaqa yo'llarda ma'lum bir balkim 100 km, balkim 50 km yo'l qirg'oqlariga shunaqa qo'yib qo'yish kerak. Menimcha unaqa katta narsa talab qilmaydi. Bu quyosh batareya bo'lishi ham mumkin. Qanaqa kabellar bor ekan. Mana gap spoti bilan tog'amiz velosipedda kelyapti. Xuddi shu holatda kelganda qanaqadir muammo bo'lsa, bemalol mana shu yerda bartaraf etib ketishi mumkin. Bu tarafda minus atverkasi ham bor ekan, qaramanglar. Xullas ikkita atverka ekan. Buni olib ketib bo'lmaydi mana. Shunday qoladi. Kuchli shamol kecha bugun 2 kundan beri qattiq shamol kelyapti. 35-40 ketyapti tezlik. Mana shu kema Super, o'sha biz bo'lgan joyga boradi. Yadro liniya kemasi Splitdan kelyapti hozir. Yo'lda cho'milsa ham bo'ladi ekan, cho'milib bemalol mana aşağı toza suvlarni qo'yib qo'ygan, chiqqandan keyin toza suvda yuvinib ketish mumkin. Menimcha shu hafta dam olsak kerak, chunki ertaga biroz shamol qattiq, lekin yomg'ir bergan. Undan keyin yana shamol, shu haftani ichi yomg'ir, shamol bergan. Menimcha ko'proq dam olsak kerak. Dam olish kunlari shunaqa sayohat qilamiz. Ham daromad, ham sayohat deydi.